Biz erim bilan O'liksa tanishganmiz. Voy sharmanda, O'liksan qidirganmisiz? Demanglar, bo'lmagan. Korоче, nima bo'lgan? Men uyimdagilardan xafa bo'lib, shatta uydan chiqib ketganman. O'rtog'im bilan ko'rishganman. O'rtog'im mana shunaqa xafa bo'lib chiqib ketganimni bilib, yuring manikiga boramiz deb, o'sha yerda birpas gaplashib, o'ziga kelib olasiz degan. Ha, bo'pti deb men ham ketganman. O'zi shuncha problema, depressiya uydan chiqib ketganman. Yo, dardlarimga siqilib o'tirgan joyimda ishdan telefon qilishgan. O'sha payt yanvar oyi edi. Muxlisi anaqa hozir suvda yaxshi bo'lmayapti deb bilasizmi, yanvar oyi me'yorli sezon. O'shaning uchun 1-2 hafta dam olib tura olasizmi? Dedi, shu urgandek bo'ldi. Na pulim bor, na bir ishim bor. Ham uydan chiqib ketganman. O'rtog'im bilan davay O'liksa kiramiz deb ish qidiramiz dedik. Men u payt fast foodni yaxshi bilardim, qiziqardim. Shuning uchun faqat fast fooddan ish qidirdim. Hammasiga telefon qilib, faqat poverliga erkak kishilarni olamiz, ayol kishilarni ofitsiantligiga olamiz. Men fast fooddan pul stajim bor, poverlikni boshidan oxirigacha biladigan odamman-da. Men o'zimcha mensimadim, конечно. Bitta e'lon bor ekan. Ayol qizlarni ishga taklif qilamiz sudga. Keyin telefon qildim. Sudda tushunaman, hammasini aytdim. Bo'ldi, ertaga keling dedilar. Keyin ertasi kuni bordim. Plastik, hamma narsa to'g'ri keldi. Ishga kirdim. Ishda erim meni ish boshqaruvchim edilar. Xo'jayindan keyingi turadigan ish boshqaruvchi bo'ladi-yu, shunaqa edilar. Oradan taxminan bir 5-6 oy o'tdi. Muxlisi bitta narsa so'ramoqchi edim. O'sha tushundim. Xo'p, so'rang dedim. Sizlar soch kutishyaptimi dedilar. Voy, erga tegish umuman niyatim ham yo'q edi. Faqat men karyera qilaman, biznes lady bo'lib ketaman. Men erga tegaman deb o'tdim o'zimcha. Hammasi shu erim soch jo'natishlarigacha bo'ldi. Uyimdagilar rozi bo'lishdi, keyin men ham qanaqadir rozi bo'lib qo'ya qoldim. Mayli dedim. To'yimiz bo'ldi va baxtli hayot kechiryapmiz. Bizning baxt qasrimiz O'likdan boshlangan.